Travers haydasangiz, Benzin asosingiz kuyib qolsa, nech pulga sizlarga tushadi? Ko'rib chiqamiz. Travers'da salondan benzin asosi almashtirib bo'lmaydi. Shuning uchun bak yechib olish kerak. Bak yechib olish uchun birinchi bo'lib kardanni yechib olish kerak. Kardanni dacha obratkalari bor, o'shalarni chiqarib olish kerak. Lentalarni yechib, bak pastga tushadi shunday. Bak ko'rinishini qaranglar, dahshat lekin katta. Original benzin asos ma'lumotlarni sizlarga aytib o'taman. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana screenshot qilsanglar bo'ladi. $300 turadi. Benzin datchisi perigida qo'yiladi faqat. My gentle days on go, I know they look back, yo. Travers mashinasi общий $350 ga aylandi. Siz o'zingiz mashinangizda $350 ga nimalar qildirgan bo'lardingiz?